Qoningizni to'ygizing dedilar. Payg'ambar alayhisalom alayhi xurmolardan olib yer ekanlar. Shu xurmolarni borib ishlab qiynalib men uchun olib keldingmi dedilar Payg'ambar alayhisalom. Ha, ey Allohning rasuli, nima uchun bu ishni qilding? Sizni yaxshi ko'rganligim sababli dedilar. Payg'ambar alayhisalom xurmoni yerkanlar, ha, meni yaxshi ko'rasanmi? Nihoyatda yaxshi ko'raman ya Rasululloh. Agar dedilar Payg'ambar alayhisalom, meni yaxshi ko'radigan bo'lsang, qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga, faqirlikka, musibatlarga tayyor turgin. Chunki meni yaxshi ko'radigan bandalarga Alloh ko'p sinovlarni beradi. Meni yaxshi ko'rgan bandalarga Alloh shunaqangi faqirona, haqirona, oddiy sodda hayotni beradi. Boshiga musibatlar tushadi. Moli bilan sinov beradi, joni bilan sinov beradi, mana shunaqangi qiyinchiliklarni beradi dedilar azizlar. Shuning uchun bir inson masalan musibatlar to'xtamayapti bir insonning boshiga. Qaysi ishni boshlasa yurmayapti. Qorni och qolyapti kerak